havola salqinlanib, endi umraga borsam bo'lar ekan yoki ota-onamni, aka-ukalarimni, qarindoshlarimni umraga jo'nasam bo'lar ekan deb o'ylab turgan bo'lsangiz, umra jamiyati sizlarga o'z reyslarini ochiq deb e'lon qiladi. Do'stlar, hozir biz Farg'ona xalqaro aeroportida, ya'ni navbatdagi Hojitog'or hoji onalarda ulug' safar, umra safariga jo'nash taraddudida turibmiz. Qo'limga ularning vizalarini olganman. So'mka, kamizlik bejiklari bor. Ichkarida videoda oxirida ko'rsalaring, ichkarida hamma narsani qo'llarga tarqatamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Kimga mana shunaqa paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan mana shunday ulug' safarga bormoqchi bo'lganlar, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib so'rab qolamiz azizlar. Like va podpis ayamanglar. Ko'nglim tarafim, farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Do'stlar, mana hozir biz registratsiya jarayonida turibmiz. Hojitog'or hojining qo'llariga bejiklarini, vizalar, kamzillar, so'mkalar hammasini berdik. Kayfiyatlari a'lo darajada. Xudo xolasa mana 2:30 da Farg'onadan reysimiz uchadi. Jidda aeroportga boradi xudo xolasa inshaalloh do'stlar. Hammasi guvoh bo'lyapsizlar. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Like va podpis ayamanglar. Kimga mana shunaqangi paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan safarga bormoqchi bo'lganlar, quyidagi raqamlarga aloqa chiqib so'rab qoling azizlar. Otam mening yelkamda qanotimsiz, onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.